respublika bo'yicha Jiyani. hech kim qilmagan ishni rasprodaja ochiqchasiga qilaman. Voyda. Ba'zi bitta ikkita katta gapirib chiqadigan avtokreditchilarga tegishli bu gap. U 110 ming so'mdan. 110 mingdan akalar mana Cobalt mana. Pullik to'lovi. 110 ming so'mdan. Ha. Любой bilan kerak bo'lsa, bundan arzon qilib bera olmaydi. Hozir uzr ming bor. Alo. Amas birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Aha. Labo birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Aha. Onyx birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Oho. Tracker birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Tez kunda xudo xolasa kommentariyada o'zlari yozishsin. Kimlarda xabarini olaylik? Obodonlashtirishdimi? Ana. Mardikor erkak ayollardimi? Ha. Shifo izlab yotgan, kasalxonada, banitsada yotgan bemorlarnimi? Yoki qiyin ahvolda, og'ir ahvolda uyida 4 ta non olib, 1 kilo go'sht pishirib o'tira olmagan bir qaysini aql yetadi shunaqa narx qilib berishga? Vizovmi aka ketdimi? Vizovli bu joyga. Jiyani bo'lmasam, aka. Ayiraman dedi-ku. Ayram, короче. Mana shuni Shetda ham negativda bittasi qarang. Odam gayi bo'la oladi, lekin gayi odam bo'la olmaydi deb yozib qo'yibdi. Unga hamma fikr bildirib yotibdi. Shunaqa bir odamga bir to'pa orqa o'ratlardan shunaqa rejalar bormi aka? Shunaqa yangilik qilib beraman. Iynasini ko'rsatib yuboraman, ishoninglar. Ha. 7 o'lchab bir keskin degan naqllar bekorga emas. O'ylanib ko'ring. Ma'qul kelsa oling. Qiziqib turib olmang. Aziz yurtdoshlar. Shuni aldab yo'q kraska deb yozib qo'ysa ham bo'lardi-ku, to'g'rimi? Bo'lardi. Bozorlarda, ko'p joylarda shunaqa bilasizmi? O'sha uchun meni aytadigan narsam, mashinim sotilsa sotilar, sotilmasa sotilmas. Jiyani. To'y to'laysiz jigarlar. Hech qanaqa foizlarsiz. Aka, Yandexga ishon. Haqqini yedi odamlarning haqqini yedilar, sindi ketdilar. Odamzodning haqqi qolib ketmaydi. Hech kim topganini olib ketmaydi. Yashang aka. Birlamchi foizsiz avtomashinalar haqida gapiramiz. Mana do'stlar, foiz. Hech qanaqa foiz to'lamayapti. Hech kim olmayapti mana shu mashinada. Aka, hech kim olmayapti, ishoning. Olmayapti. 6 oydan beri 6 ta Onyx olib keldim, hech sota olmayman-da. Ha. 20 million demaymiz. Ketdi mana do'stlar. 25 million ham demaymiz. Oho! 30 million kamiga olsinlar. Voy dod mana do'stlar. 192 millionga bersam 30 million bo'ladimi? Aha. Biz kechdik-ku yoshligimizdan. O'lmadik-ku. To'g'ri aka. Hop. Oylik to'lov 2 million 190 ming so'mdan 22 oy to'laydi. 2 million 190 ming so'mdan olmaymiz. Biz Allohdan katta gapira olmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Bandasiga emas katta gapirish, bandasiga emas javob deyish. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Shoshilib qolinglar. Qisqasi 3 kun yoki 4 kunga katta rasprodaja e'lon qilingan. Biz Toshkentda Lider Avto City'damiz do'stlar. Cobaltlar suv tekin narxda, Damas'lar o'zini pulini bo'lib to'lashgan. Bu tomondagilar Tracker hamda Onyx'lar ham o'zini puliga. Bo'lganda ham naqd pulga Onyx'larni 30 million, akalar 20 million arzoniga berib boryapti. Videoga bitta klass bosinglar, videoni oxirigacha qo'yinglar. Mahmudjon No'meradin deb qo'yish kanalda esdan chiqmasin do'stlar. Hamda like, podpiskani yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Bunaqasi bo'lmagan metallon puliga do'stlar Uzdeyo mashinalari bosingizlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz. Mana bugun xudo xolasa yilni boshi 20-yanvarga ham yetib keldik. Sizlar bilan birgalikda. Tanajonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Xo'p, bugun xudo xolasa sizlar uchun yangiliklarimiz bor, juda ham ko'p. Mashinlarimiz haqida ma'lumot beramiz, obzor qilamiz, kreditlar haqida tushunchalar beramiz. Yangiliklarimiz haqida gapirib o'tamiz xudo xolasa. Bugun foizsiz kreditlar haqida ham gaplashamizmi aka? O'zi biz ancha vaqtdan beri 90% berilib turgan mashinlarimiz foizsiz. Aha. Shuni endi ba'zi insonlar ko'rib, shu anov o'zi ikki qo'lda bunday qilib, to'g'risi amallab turibmiz. Ha. Endi ba'zi insonlar o'zi 5 qo'lni bunday qilib turadi, endi 10 qo'lni tiqayaptilar. Ha. Shularga aytadigan gapim, hamma o'zini ishini qilib yurgani yaxshi deb o'ylayman degan maqsadda
Xudo xolasa biroz gaplarni gaplashamiz. Siz tomonga tosh otayotganlar ham ko'payib qolibdi-da aka oxirgi paytda. Toshlar otilib, Ijtimoiy tarmoqlarda. Xudo xolasa g'ish otilyapti. Shlanka bloklar otilyapti. Tosh ham hech gap bo'lmay qoldi hozir. To'g'ri aka. Otaversinlar, qancha xolasa otsinlar. Xo'p, aka, endi 2026-yilda mana ko'pchilik 25-yilda eslaydi, ehsonlarni ham juda ko'p qildingiz aka. Bir 26-yilga rejalar qanaqa endi aka? 26-yilda biz hozircha sportni ham to'xtatdim. Aha. Tish yedish, dalsh yedish degan narsalar bor ekan. Ha. Biz bilmaydigan narsalar bor ekan. Ehsonni ham imkon qadar pinhona qiladigan bo'ldik. Aha. Pinhona degani adashmasam yoshirinchiroq degani, to'g'rimi? To'g'ri. O'shanaqa ko'rsatib qo'ysak ko'rsatib qo'yarmiz, bo'lmasam u ham shart emas. O'zimiz amallab turibmiz, o'zimiz haqiqiy muhtoj insonlarni o'zimiz qidirib topyapmiz. Bizni qidirib topganlarga emas. Biz ularni o'zimiz qidirib topyapmiz, harakat qilyapmiz. Orada gaylarni ham, yo'l patrul xizmatlarini ham aka bir yo'qladingiz. Uni ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishda ancha shov-shuvga sabab bo'ldi aka. Endi bularda mehnati, har bir insonda o'ziga yarasha mehnati bor. Qadr qiymati bor. Har bir narsanida. Men u narsani qilganim, Alloh rozi bo'lsin. Naborot juda ham yaxshi. Ballar endi ko'p ko'rsa xursand bo'lishardi. Aka, muomalangiz yaxshi. Sizda kibr yo'q. Xudo degan yigitsiz. Shuning uchun sizni hurmat qilamiz deyishardi. Men bir kuni o'tib kelayotgan vaqtimda bir gay ukamiz to'xtatib qoldi, hujjatlarni berdim. Endi har safar ko'p holatlarda hujjat beraman. Ko'p holatlarda tanishadida, hurmat izzat qilishadi, chunki qoida buzmasdan yuradigan qolganmiz. Hozir hattoki rementgacha taqib yuradigan bo'lganman. Shu baribir gaylar to'xtatganda rement haqida baribir so'rashadi. Aka, rement taqmabsiz deb turib. O'sha shunaqa holat bo'lmasin, imkon boricha bir-birimizni hurmat qilaylik degan maqsadda rement ham hozir taqib yuribmiz. Chunki ularning ham ishi, ularning ham vazifasi. O'shanda kunlar sovug'ida, yaqin kunlarda bir salom alik qilganimizda qo'ldan ushlaganimda qo'li muz. O'sha bir nima qilsangiz sinib ketadigan darajada. Qo'llari soqotganini ko'rdimda shu joyda o'ziga hayolimga keldida. Shu endi masalan Toshkent shaharda misol yuramiz, gaylar unaqa ko'p emas misolda. Sanoqlar. Lekin bor, ishlab turibdilar. Shu sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay. Kimnidir jiyani bo'lishi mumkin shu gaylar. Kimnidir qo'shnisi bo'lishi mumkin. Xullas hammamiz bir-birimizga yaxshi fikrda qarashimiz kerak. Savob ishlarda, yomon fikrlardan, negativ fikrlarda, bekorchilikdan emas. O'shanda men hayolimga keldi, aka dedim, ertaga bir hammaga bir perchatka tarqatsam dedimda, moshinimni shunday bardichogini ochdim, o'zimga deb olgan qimmat perchatkamni shu yigitga berdim. Gap yo'q. Aka, mana unda perchatka qo'lingiz soqotib qopti. Ertaga dedim, Xudo xolasa dedim, ko'p gay akalarimizni dedim, xabarini olamiz birgalikda dedimda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rasiz dedim. Xudo xolasa dedimda, uyga keldim, ayolim bilan maslahtlashdim, fikrlashdik. Gaylarga ko'pincha nima kerak bo'ladi? Sovuqda qo'lqop, yomg'ir qorda zontik, sovuq kunda termos, choy damlab qo'yib nima qiladigan. Biz o'zimiz 2 soat bir joyga borsak ham termosda choyimizni damlab olib chiqardik, shirin choy qilib yoki kofe qilib yoki kipitok qilib, qaynagan suv qilib olib chiqardik. O'sha narsalar kerakli ekanligini bildikda, shuni bir kichkina paketchaga bir e'tibor bu. Bu pora, mora yoki qanaqadir bir odamlarni noto'g'ri. Agar unday faqat har bir narsaga negativ fikrda bo'ladigan bo'lsak, bu yashashdan ma'no ham qolmadi o'zi. Maqsad ham qolmadi. Har bir narsani bunaqa qilib biz endi uni ommaga olib chiqqanimiz, yo'lda qoidabuzarlik kamroq qilaylik. Bari qoida buzyapmiz, hammamiz buzyapmiz. Tan olishimiz kerak. Tartibga rioya qilmayapmiz. O'sha to'g'risida ozgina tushuncha berish. Oldinlar mana 50%
holatlar, avariya holatlari, ko'ngilsizlik holatlari bu ichkilikning oqibatida kelib chiqardi. Ishoning, shuni ichib turib, to'g'ri rolga o'tirib, bemalol yurishardi. Aka, hozir manaman degan bolalar ham voditel chaqirishyapti, shofyor chaqirishyapti ichgandan keyin. 50% ga esa ichkiliklar kamayib ketdi. 50% ga. Bu yaxshi-ku. Shunaqa bir qattiq qaror chiqarildi-ku, shu ichkilikda pravasi rishon bo'lsin, yo katta jarima qo'llansin, yo pravadan mahrum qilinsin deb turib. To'g'rimi? To'g'ri aka. O'sha holatda mana o'sha odamlar shuni o'ylab, og'aynisi tushib qolib, ichkilik bilan pravasi rishon bo'lib, mashina hayda olmay yurgan holatlarini ko'rgan yon atrofdagilar buni ichmay yurishibdi. Xullas o'shanda ichkiliklar kamayib ketdi. Buni oqibatiga ko'chada ichib turib avariya holatlarini sodir qilishlar juda keskin tushib ketgan, juda. Endi bir 3% ga desam agar, qolgan 97% kamayib ketgan. O'shanlar shular sababchi bo'lganligi uchun shu GAI xodimlari issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay, mehnat, ish faoliyatini shu o'z joyini tark etmasdan turib, xalqimizda tinchligini o'ylab, yo'l tirbandligini bo'lmasligini oldini olish maqsadida shular sovuqqa ko'chalarda turishibdilar. Qo'llarini mana shunday qilib turishibdilar. Biz bularga qaramasak, ertaga qiynalib qolganlarga qaramasak, sovuqda mehnat qilib turgan haliga ko'cha tozalab yuruvchilar, obodonlashtirishlarga ozgina e'tibor bermasak, ular mehnat qilyapti. Ularni ommaga kim olib chiqadi? To'g'ri aka. Ularning mehnatini kim yoritadi? Qiynalib turgan insonlarda. Tez kunda Xudo xolasa kommentariyada o'zlari yozishsin. Kimlarda xabarini olaylik? Obodonlashtirishdimi? Ana. Mardikor erkak ayollardimi? Ha. Shifo izlab yotgan, kasalxonada, banitsada yotgan bemorlarnimi? Yoki qiyin ahvolda, og'ir ahvolda uyida 4 ta non olib, 1 kilo go'sht pishirib o'tira olmagan, bir bola chaqasiga yedira olmay turgan, qiynalib turgan oilalardimi? Ha. Kimlarda xabarini olaylik? Kommentariyada yozishsin. Shularni xabarini olamiz, ehsonimizni to'xtatmaymiz. Gap yo'q. O'zimiz qilamiz jigarlar. Gap yo'q. Xudo berganga beraveradi Xudo. To'g'ri. 1000 mana unday qilasan-ku, bunday siqasan. Mana bu aralaridan, manirlardan chiqib ketadi baribir. Chiqadi baribir. Shu Alloh beryaptimi? Berishni ham bilish kerak, olishni bilgan odam. Men shunday deb o'ylayman. To'g'ri. Lekin aka shuncha mana ehson, yaqinda shu gaylarni video qilib Instagramga joyladingiz, million prosmotrlar bo'ldi. Ashitda ham negativda, bittasi qarang. Odam gayi bo'la oladi, lekin gayi odam bo'la olmaydi deb yozib qo'yibdi. Unga hamma fikr bildirib yozibdi. Shunaqa bir odamga bir tor fikrlaydigan insonlarga nima deymiz endi aka? Unday fikr bildiradiganlarni o'zi odam bo'la olmaydi. Odam degan narsa borda, odam bo'lish kerak. To'g'ri. Ha, unda insonlarda o'zi odam bo'la olmaydi. Noto'g'ri fikrdan, negativ fikrda bo'ldimi? Bo'ldi, u to'g'ri. Ismi o'sha turishi inson deyilishi mumkin. Lekin haqiqiy go'zal inson emas. Haqiqiy ichi qora, insonlarga nisbatan faqat yomonlik ravo ko'radigan ular insonlar. O'sha uchun ularga insof so'raymiz. Boshqa hech narsa so'ramaymiz. Insof so'raymiz. Endi esa mashinlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Hop. Ketdi mana do'stlar. Tracker Premier 2023 85,000 kilometr yurgan, top toza. Propan gazi ham bor. 100% radnoy mashin. Kraska chiqsa $1000 kamiga beraman. Ketdi mana do'stlar. $1000 kamlik qilsa, $2000 kamiga beraman. Yana. Probegichi aka? Probegi uchun ham $1000 kamiga beraman. Tamom do'stlar mana. Bundan ziyod nima deyay? Endi yana bitta aytadigan narsamiz. Hop. Agar mana shu yanvar oyida tug'ilgan insonlar bo'lsa, kelib shu trekkerda olaman deb turib, xarid qilaman deb olishsalar, bu qiziqtirish emas. Bu prosta bir yengillik.
shunaqa olaman degan insonlarga, odamlarga Hop. aslida biz har doim videolarimda aytaman. Mhm. Kreditni maslahat bermaymiz deb turib. Maslahat beramiz qanday odamlarga? Taksiga shu pulni yo'qotib yurgan odamlarga. Ha. Taksida ham shu pulni yo'qotib yuribdilar. Biznesi bor, keladigan joyi bor. Yoki oilada 4-5 kishi qozonni bitta qozonga tashab turgan. Taksiga shu pulni yo'qotib turgan insonlarga maslahat berishimiz mumkin. Moshinlik bo'lib qoladilar. To'g'ri. Ikkita moshinning pulini to'lasa ham moshinlik bo'lib qoladi. O'sha taksiga ham yo'qotib yuribdi-ku misol. To'ppa-to'g'ri. Lekin bitta o'zi Yandex qilaman, tavakkaliga bir ish qilaman. Olmaysiz shu joylarni, ha? Instagramga. Olyapman. Oling qo'ygan shu joylarda. Ha. Oling. Bitta o'zi taksi qilaman, Yandex qilaman, peshonamdan ko'raman deb turib, shu 2000-3000 dollar pullarini havoga ketib qolishiga sababchi bo'lib qolmasinlar. To'ppa-to'g'ri. Aziz yurtdoshlar, o'sha uchun 7 o'lchab bir keskin degan naqllar bekorga emas. O'ylanib ko'ring. Ma'qul kelsa oling. Qiziqib turib olmang. Aziz yurtdoshlar. Ana do'stlar, oshkora. Oshkora mana aytyapmiz. Shu yanvar oyida tug'ilgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, shu mashina oladigan bo'lsa, Hop. mana 3000 puli kerak emas, 2500 ming ham kerak emas, 2000 ham kerak emas. Ketdi mana. 1900 ham demaymiz. Oho, ketdi mana. 1800 ham demaymiz. Yana. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin deymiz. Xalq mazaqsin aka. Shunday. 1700 dollar bilan olib ketaversinlar. Do'stlar, mana tracker so'raganlarga 1700. Yanvar oyida tug'ilgan bo'lsa, agar boshqa oylarda tug'ilgan bo'lsa, 1800 bilan olib ketsinlar mana. Tamom aka. Ana yana nima? Do'stlar, bemalol. Mayli yanvar oyida tug'ilgan bo'lsa, 1600 bilan olib ketsinlar. Ketdi mana do'stlar. Lekin yanvar oyida tug'ilmagan bo'lsa, 1800 bilan olib ketsinlar. Mana yana nima deyay? Aka, trading xizmatlari haqida ham bitta aytib o'tib keting endi. Bor. Nechinchi yilgacha mashinalarni olib qolyapmiz? 2020, 19, 18 olaveramiz. Muammo yo'q. Aha. Mana shu mashinani zarariga qo'yib yuborsam. Ha. Zarariga qo'ying aka, xalq maza qilsin. Mashin top-toza 100%, 40 ming kilometr yurgan, 23-yil. Hop. Luklarigacha bor, stop starlarigacha bor. Full pozitsiyada turibdi. Aha. Benzinda turibdi. Kim olaman desa, mana shu mashinani 2000 dollar bilan olib ketsan. Ketdi mana do'stlar, 2000 bilan. 2350 dollar deb qo'yibdi. Aha. Mashinning narxi 13800. Mashinning narxi. Hop, hop. Yana 350 dollar kamiga qilib beryapman. Ana. Olib ketaversinlar mana. Bundaqa mashin radnoy mashinlarni 13,5 mingda topishi qiyin gap. Bemalol borib ko'raversinlar. Aha. Cobalt akalar qop-qorasidan mana so'raganlarga. Cobalt 2026-yil Midnight. Kojinli salon bor, unaqasi ham. Aha. Bu обычный salon, oddiy Midnight. Hop. 2025. Kojinli salonlari 2026. Aha. Bu 2025-yil Cobalt'imiz. Uzr bo'yi adashib ketdim 26 deb. Uzr so'rab qo'yaman. 2025-yil Style bilan Midnight'larda 26si yo'q. Oldingi eski holatdagilariga. Hammasi 25. Hop. Endi agar 26sini обычныйlarni bermasa, hammasi hozir ham 25 berib turibdilar. Aha. Bu avtomashinamiz 4620 dollar to'laydilar. Ana akalar. Kunlik to'lovi 110 ming so'mdan. 110 mingdan akalar mana Cobalt mana. Kunlik to'lovi 110 ming so'mdan. Ha. Любой bilan kerak bo'lsa, bundan arzon qilib bera olmaydi. Ana do'stlar. Mana uncha-muncha avtokreditchilarga borib ko'rsinlar. Grafikda olib kelaversin akalar bu Любой joydan grafik olib kelsinlar. Tamam. O'shandan arzon qilib bermasam, Aha. aka, shu Cobaltni 500 dollar kamiga berib yuboraman. Tamam do'stlar. 500 dollar kamiga beraveraman. 4620 dollar to'laydi, oylik to'lov 3 million 300 ming so'mdan tushadi. Mana, qadrdonlar. Hech qanaqa dollar to'lab, MCJ ochib, boshqa qilib yurmaydilar. Mana somovoy avtokredit. Ha. Mana rasprodaja olib ketaversinlar. Ana endi mana shu yerda bitta savol. Rahmonul aka, sizni bilgan biladi, bilmaganlar uchun.
Nimaga imonni Lider Avto City'dan olishimiz kerak? Salonlar ko'p-ku, bozorlar ko'p-ku. Qaysi tomondan ustunlik jihati bor deyapti aka? Ustunlik jihatimi? Ha. Bizda kraskasi bor mashinalar kraskasi bor deb yozilgan. Aha. Aldov Bizda yo'q. aldov yo'q. Javob beramiz. Xudoga Hop. shukr 4 yildan beri hali bitta inson eshigimizni taqillatib kelgani yo'q. Aha. Kelsa ham chiroyli qilib, rozi qilib. Xatosiz inson yo'q bu dunyoda. To'ppa-to'g'ri. Ideal inson ham yo'q. Mani ko'rib turgan aka-ukalarimizga shuni aytgan bo'lardim. Boylarni hammasiga ham mazza deb o'ylamasinlar. Men shu gapim. Ha. Ha. Oddiygina yashab yurib, 4 murchangiz sog', salomatmisiz? Oilangizga 4 ta non olib kirib turibsizmi? Ustingiz yirtiq, yamoq emasmi? Aha. Shukr qilib siz baxtlisiz. Qarindoshlar davrasidamisiz? Siz baxtlisiz. Ko'rib yuribmiz odamlarda. To'ppa-to'g'ri aka. Bir xillar tezroq boyisam hayotim zo'r bo'lib ketadi deydi. Nimasi zo'r bo'ladi? Nimasi zo'r bo'ladi? Sharmanda bo'ladi 80% holatlarida. Mana ochiqcha gap kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma boylar ham zo'r yashab yotgani yo'q. Ayrimlari haqida gapirib turibman. Bu meni erkin fikrim, ko'rib turgan narsam haqida. Mhm. Qalbni boy qilishimiz kerak biz. Aqlni boy qilishimiz kerak. To'g'ri aka. O'zimizni boy qilib turib Alloh shunday nima qilib qo'yibdi-ku, ko'p katta narsa so'rasang beradi-da, ko'p katta narsalaringni olib qo'yadi. O'shanda ehtiyot bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ha. Mana Gentra avtomashinalarimiz 45 ming kilometr yurgan 2023-yil 100% toza. Mhm. Oq svet benzinda turibdi. Bosh to'lovi $1800 bilan olib ketsinlar mana. Ketdi mana do'stlar. $1800 bilan. 800 bilan. Akalar. Trekkerimiz. Aha. Buni egasidan o'zim olib qo'yibman. 2018-yil Premier Luxus Trekker 1 bu. Hop. Trekker 1. Aha. Mashina 63 ming kilometr yurgan. 100% radnoy. Faqat bitta narsani e'tiborga olinglar. Mana bu buffer, endi bunda radnoy turibdi. Orqasida sepilgan. 100% radnoy deganim bufferga aloqasi yo'q. Mana shu videomda saqlanib qoladi. Shu videomda esdan chiqarmanglar. Bufferida pitno bo'lishi mumkin. Bu detalga kirmaydi. To'g'ri aka. Bu umuman muammoga kirmaydi. Qirib olishingiz mumkin, chizib olishingiz mumkin. Bozorda ham narxiga ta'sir qilmaydi aka. Yo'q, hech narsaga ta'sir qilmaydi. Buffer degani hech narsaga ta'sir qilmaydi. O'sha mana bu mashinani biz o'zimiz shu akamizni o'zidan yolg'on gap yo'q. $9800 oldik. Ha. $10,000 berib yuboraman. $10,000 olib sotarlar so'radi, bermadim. 10,000 ga luboy olib sotarga olib ketadi shu mashinada. 10,5 mingga sota oladilar. Ketdi mana. Bo'lsa dehqonlarimizga bo'lsin, aka-ukalarimizga bo'lsin. Mana $10,000 olib ketaversinlar. 100% radnoy mashin. Ana kredit olmayman, naqd pulimga olaman degan insonlar bo'lsa, 10 minglik imkoniyatingiz yetadigan bo'lsa, Trekker 2 minaman deb turib, o'zingizni palon million qarzga tiqib qo'ymangda, imkoningiz yetgan mana garantiya mashinga. 10 mingga ham Trekker minasiz. To'g'ri, bitta lyuki bo'lmasligi mumkin. Bitta lyukni deb turib, bitta Trekkerda pulni ikkita qilib to'lamaysizlar-ku jigarlar. To'ppa-to'g'ri aka. O'sha narsaga ehtiyot bo'linglar. O'ylanmasdan turib qilib qo'ymanglar bu narsani. Ana. Zato ko'ngil to'q yuradi-ding aka. Конечно, ana jentralarimiz. Mana do'stlar, bu tomonda polni jentralar ko'rishlari mumkin. Mijozlarimiz ham shu yerda. Bu sotildimi? Kim oldi? Sizlar oldilaringizmi aka? Qulluq bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana do'stlar, jonli. Metani bor ekanmi, propanimi? Metani bor ekan-a? Aha. Endi qarang, aka, mana qayerdansiz siz? Yangiyo'ldan, a? Ismingiz? Dilmurod aka. Sizni ham Yangiyo'lda taniydilar, to'g'rimi? Nima ish qilasiz? Dehqonchilik, savdo sotuv, Yangiyo'l dehqon bozorida. Dehqon bozorida, a? Ham dehqonchilik, ham savdo sotuv. Bir ikki dona savolimiz bor. Malol kelmasa. Albatta. Boshqa joylarni ko'rdingizmi, yo'qmi? Aylanib chiqdik, ertalab buyog' bilan kelib uchrashib ketdik, Aha. aylanib chiqdik. Aylanib chiqdilar, ha?
Ha, kelib boshda ko'rdingizda, keyin ketdingiz. Aylanib ko'rdingiz. Aha. Bu yerga keldingiz. Yana qaytib keldim. Xo'p, Guvoh. endi yana bitta savol. Moshinda kraska deb yozib qo'yilgan, aytildimi? Aytildi. Ko'rdingiz ha? Ha, Rozisiz ha? ko'rsatdilar. Shuni aldab yo'q kraska deb yozib qo'ysa ham bo'lardi-ku, to'g'rimi? Bo'lardi. Bozorlarda, ko'p joylarda shunaqa bilasizmi? Ha, aylandik bozorlarga. Aylandingiz ha? Aylandik. Nima uchun iminni bizni tanladingiz? Arzonroq bo'lganligi uchunmi yoki ko'nglingiz urganligi uchunmi? Ko'ngilga mana shu ertalab kelib, mana shu ko'rganimiz mana shu yoqqadiga. Aha. Birinchidan, ikkinchidan sifatlik bozorga qaraganda. Bozorda hozir borib ko'rdik. Mana shu yonbosh qo'lni kraska qilingan. Yana. Bir yonbosh ha? Voh. Aka Kriloda bor dedi. U ko'z bilan ko'rdik. U ko'z bilan ham ko'rinadi. U lazer qo'yish shart emas. Shart emas. Ana. Ichida yurganimizdan keyin. Ha, demak tushunasiz ha? Mana haqiqatlar. Alloh rozi bo'lsin. Ichida yurganimizdan. Men aytyapman-ku, u rost gapirsak, kraskasi bo'lsa ham, udar yemagan bo'lsa, oldi kesib qo'yilmagan bo'lsa, bir yonboshi yemagan bo'lsa, olinadi. Bu qolib ketadigan narsa emas, aziz yurtdoshlar. Mana olib turibdilar-ku. Nega yolg'on gapirishimiz kerak? Mana sotyapmiz-ku rost gapirsak ham. To'g'ri aka. To'g'rimi bolam, yana to'g'rimi? To'g'ri, aylandik bozorlardan. Aka. Krilo dedi. Aha. Sen ko'z bilan qarasang, eshik, orqa bagaj hammasi yegan. Yegan ha, lekin bitta kirlo deyapti ha. Ha, Meni o'zimga ham aldab sotishganlar aka. Yana. Krilo dedi. Bozorda, bilasizmi aka? Gentra qatorda, Ha. men har necha yildan beri aytaman. Lekin Ha. unaqa ekan aka, uzr bunaqa ekan. Bilmabman deydi ha. Endi u Menga ham aldab sotishgan deydi ha. ichida yurganingizdan keyin o'zi tushunib olasiz. Aka hamma baloni biladilar. Prosta o'zini jinnini yoqib oladilar-da. Shu Aka Alloh insof bersin. hammamizga ham. Ha, yaxshi kunlaringizga buyursin. Bizga ham bersin. Shunday. Gap yo'q. Yaxshi kunlarga buyursin. Albatta. Rozi bo'ling. Qulluq bo'lsin aka. Aka mabodo so'ramoqchi bo'lgan yana bitta narsam, shu moshinangizdan $1000 foyda qilgandirman. Rozimisiz? Ay, albatta 2 martalab. Gap yo'q mana do'stlar. To'ylarga nasib qilsin. Bizni xalqimiz aytyapman-ku, rost gapirsang, aldamasang, yolg'on gapirmasang, rozi bo'lib beradi. Ha. Uni aldash, yolg'on gapirish shart emas. Men xonamga kiradi, aka deyman, men shu moshinani 10 so'mga olganman deyman. 10,5 so'mga bera olaman deyman. Ha. Aka ko'ngil uchun deydi, $50 o'ting oldim deydi. Ol deyman, ha? Bitta moshindan $450 foyda qo'yib turibman, ha? Bilib turibdi, ha? Aha. Olyapti-ku. Nega yolg'on gapirishimiz kerak? Allohni qo'shib qasam ichish kerak. Alloh ko'rib turibdi. Guvoh, aka 1 so'm foyda qilmayapman. O'zi siz uchun beryapman. U aka ukasi uchun bera olmaydi, lekin siz uchun beryapman deydi. Ha, xo'jona mingan buni deydi, aka. Aka ham ko'p narsani biladi-kana. Ha, aylanib ko'rdim deyapti-ku. Ha. Chunki odamlarimiz hozir bizni Xudoga shukr ko'pchiligi tushunyapti, lekin sodda odamlarimiz ko'pda, baribir aldanib qoladigan. Ishonadigan insonlarimiz ko'pda. To'g'risida aka. Bankka borgan kiygan, bankka borgan kiygan. U yarmi chashilib ketgan mashina. Mana biladigan odamlarimiz biladi. Lekin bilmaydigan odamlarimiz bozorga kirib qolsa yoki ayrim insofini yegan, vijdonini yegan avtosalonlarga kirib qolsa, mana shunaqa bir chiroyli qilib tushuntirib yorib, siz uchun beryapman akajon deb bir paxtani qo'yib, qasamda ichsalar, bechora sodda odamlar ishonib qoladi-da. Jigarlar. O'shanday bu dunyo o'tkinchi dunyo, o'tadi, ketadi. Ertaga nafas olamizmi, uni Alloh biladi. Kechagina yoningizda qancha qarindoshlar bor edi. Karantinda qancha qarindoshlarni yo'qotdik. To'ppa-to'g'ri aka. Karantin odamlarni esidan chiqib ketdi shekilli. Qancha yaqinlarini yo'qotdilar odamlar. Qanday bir-biriga mehribon bo'lib qoluvdilar. Telefon qilib, sen yaxshimisan, sen tinchmisan deb turib bir-biridan hol-ahvol so'raydigan bo'lib qoluvdilar karantinda. To'ppa-to'g'ri. Odamlar hamma o'limini bo'yniga olibdi. Aka insoniyat zoti shuda, boshiga tashuvchisi Allohni eslaydi, qadrdonlarini eslaydi-da. O'sha uchun meni aytadigan narsam, mashinim sotilsa sotilar, sotilmasa sotilmas. Yana. Men bu o'sha bunga qarab qolgan odam emasman. Ha. Men bu joyda hozir ham aytayapman, keyin ham aytaman. O'sha 1 yildan oshdi. Men shu odamlar sarson bo'lmasin, aldanmasin. Shu biz avtokreditga kirib kelishimizdan oldin bitta mashinaga $3000 qo'yib sotardilar avtokreditchilar.
Chunki konkurent yo'q edi. Aha. Katta gapirib chiqadigan ular bor edi faqat. Oho. Nima bo'ldi? Haqqini yedi odamlarning haqqini yedilar, sindi ketdilar. Odamzodning haqqi qolib ketmaydi. Hech kim topganini olib ketmaydi. Yashang aka. Olib ketmaydi hech kim topganini. To'ppa-to'g'ri aka. Baribir ketadi. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, mana shu mashinamiz sotilibdi mana. Akamiz olibdilar. O'ng kalenka deyapti. O'ng kalenka degani o'ng taraf o'sha orqa. Aka siz ko'rdingizmi? Yuring ko'rsating qayerlarda bor ekan. Prosta xalqimiz sal xushyor bo'lsin degan maqsadda bu videoni qilyapman. Ha. O'zingiz ko'rdingizmi? Ko'z bilan ham ko'rinadi. Ko'rinadi, ha? Mana shu yerda bor ekan. Yana qayerda bor ekan? Narigi taraf. Adashmasam Krilo deyilgan. To'g'rimi? Oldi tomon. Oldi taraf Krilo. Lekin udar yo'q. Ko'rdingizmi? Pistoletlari joyida turibdi. Chap Krilo deb yozilgan. Mana ko'rib turib, tushunib turib olyaptilar odamlar. Bu ichiga o'tmaganda bu. Aka ham biladi-da. Ko'ryapti mana joyini. Lekin bilmagan odam bo'lsa, aytayaptilar-ku mana bitta joyga bordim, bozorga bordim deyaptilar. Men bozorda chunki o'zimni ham aldadilar. O'zim moshinchiman aka deganimdan keyin ham aldadilar. Radnoy deb sotdilar. Bitta Krilo mana shunaqa joyda kraska bor edi. Tomini mana shunaqa joyda kraska bor edi. Orqa Kriloda kraska chiqdi. O'ng taraf eshigida kraska chiqdi. Qasam ichib menga javob aka deb sotganida. Ha. Lekin bu bilan men rozi bo'lmadim. Shu uchun hali ham yuribdilar, qanaqa yuribdilar uni Xudo biladi. Agar rozi bo'lganda u boshqacha hayotga o'sha o'tgan bo'lardi. Rozichilik narsa boshqacha yuqatdi odamzodga. To'g'ri emasmi aka? Mana aytib beryapmiz. Mashin lekin haqiqatan ham tiniq ekan. O'zi kecha ham ko'rdim buni. Mana bunaqa qora nimalari bor, tayyorgina qilingan, tonirovka ruxsatlari bor. Balonlari ham yumshoq balonda turibdi. Mashin shumka ham qilingan. Shumka ekan, ne? Mashin tiniq ekan. Chiroyli mashina. Ko'z tegmasin, yaxshi kunlariga buyursin. Optra stop, amerikanka fara, mashin o'zi tiniq ekan. Tayyor ekan-da aka gazlari bilan. Gap yo'q. Yaxshi kunlariga buyursin iloyam. Gap yo'q. Nechta jentra qo'yib beramiz endi aka obunachilarga? Jentramiz 4 dona qoldi. Aha. Kechagi safar 8 ta edi, 9 ta edi. Aha. Hozir 4 dona qoldi. Bu jentramiz ham 2022-yil. Hop. Xo'p. Kapot kichik pitno. Chap parok kraska. Ha. Chap degani mana chap qo'limiz, mana shu yerda kraska bor. Mana shu joyda kraska bor. Mana shu parog deb mana shu parog deb aytiladi. Chap taraf parogda kraska bor. Ha, mana bu parog deyiladi, bu kalenka deyiladi. Mana parogda kraska bor. Xo'p, bu mashinamiz $2400 bilan chiqadi. Mana do'stlar. 2022-yil. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin aziz yurtdoshlar. Gap so'z yo'q qadrdonlar. Xo'p. Bu jentramiz 2022. Bu ham $2400 bilan chiqadi. Hop. 2000 bilan ham olib ketaversinlar. Ketdi mana akalar. Uni ham 2000 bilan olib ketsinlar. Ha Zoirjon nima dedi? Ha Zoir aka. Beraver. Qarab o'tirma. Xudo bersin. Gap yo'q. Buchi? 23. 29,000 kilometr yurgan. O'ng tomon orqa kalenkada kraska bor. Aha. O'ng orqa tomon kalenkada kraska. Shuni so'zini qisqartiringlar. O'ng orqa kalenka kraska deb qo'ysinlar, bo'ldi. Ha. Buni shuni yozib qo'ysinlar, buni uzun qilib tomon, chap tomon, o'ng taraf bo'lib ketibdi. O'ng orqa kalenka kraska, tamom. Xo'p, bu jentramiz benzinda ekan. $1800 bilan olib ketaversinlar. Do'stlar, $1800 ga jentraman olib. 1700 bilan ham olib ketsinlar. Yana. Mana bundan ziyod nima deyay? Gap yo'q aka. Bunisini so'raganlarga.
21. Aha. Xo'p, bu mashinamiz 38 ming kilometr yurgan. O'ng parog kraska. Hop. Mana shu parogida kraska bor ekan. Parogida kraska bor ekan, benzinda turibdi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 12 mingga olib ketsinlar. Yana do'stlar. 11.800 ga olib ketsinlar. Yana. 11.700 ga olib ketsinlar. Oho. 11.600 ga olib ketsinlar. Ye, oltin yomon ko'rasiz aka siz. 11.580 dollarga olib ketsinlar. Bo'ladimi? Gap yo'q aka, bo'ladi do'stlar. Mana nima deyay? O'zini pulidan ham kam qo'yaveradi. Ha, endi hech narsa qilmaydi, xalqqa o'tibdi. Dengizdan tomchi. Bosh to'lovi 2200 dollar bilan olib ketaverasizlar. Ana do'stlar. Oylik to'lovi 4 million 900 dan 100 yilga. Aka, hozir necha soatda endi minib chiqib ketadi mijozlarimiz. Endi hozir biz ikkilamchi haqida gapirdik. Hop. Endi birlamchi foizsiz avtomashinalar haqida Ye, gapiramiz. mana do'stlar, foiz. Hech qanaqa foiz to'lamaysizlar. Ana o'zini puli. O'zini puliga. Akalar, 1 so'm oshcha to'lamaysizlar. Trekerimiz Hop. davlat bahosi Aha. 252 million so'm Hop. demaymiz. Ketdi mana akalar. 250 million ham demaymiz. Ye? Jahlim chiqdi. Qaysini aql yetadi shunaqa narx qilib berishga? Vizovmi aka ketdimi? Vizovli bu joyga. Yana bo'lmasam, aka. Ayiraman dedi-ku. Ye, hey. Ayram, Ha. короче. Mana shunday qilib. Ha. 248, 247 demaymiz. Yana aka lamat qilib yuboring. Lamat qilib tashlaymi? Ha. 245 millionga olib ketsin. Ketdi mana do'stlar. Salonni narxiga 7 million kamiga. Voy malades do'stlar. Agar pulim kamroq aka, qolganini foizsiz bo'lib to'lamoqchiman deganlar bo'lsa, Yana. 7681 dollar to'laysiz. Yana do'stlar. 7680 dollar Boshqa to'laysiz. like'larda akalar. 30 oy atiga 6 million 300 ming so'mdan to'laysiz. Ketdi mana. Mana 6 million so'mdan pashta tushib turibdi. Aka libboy joydan grafik olib kelsin, to'g'rimi? Любой joydan olib kelsin. Voy malades Foizsiz. do'stlar. Hech qanaqa foizi yo'q. Tamom. Bor yo'g'i bir 3000 dollar foyda qo'yganmiz, xolos. Ye, unaqa demang. Unaqa demayman. Unaqa demang aka. Aka 3000 dollar foyda qo'yib bo'ladimi? Ah. Hamma joyda bor, misol. Lekin bizday bera olmaydi. Bizday tekshirilgan emas. Kraskasiga javob deb sota olmaydilar. Aql etmaydi uncha joyda. To'g'ri aka. 6 million 300 ming so'mdan oylik to'lovi. 2,5 yilga, 3 yilga ham emas. 7680 dollar bilan chiqib turibdi. Premier full pozitsiyasi. Premier. Mana do'stlar. Mana Onyx degani onasini emsin. Hech kim olmayapti, hech kim olmayapti mana shu mashinada. Aka, hech kim olmayapti, ishoning. Olmayapti, 6 oydan beri 6 ta Onyx olib keldim, hech sota olmayman-da. Hech kim olmayapti, aziz yurtdoshlar. Ha? Rasrochkaga ketishi mumkin, naqdga hech kim olmaydi. Buni puliga samolyot olyaptilar. Voy. Ha, ochiqcha gap. Men nima qilaman aldab? O'zi hamma aldoq tushib ketgan. Ha. Hech bo'lmasa bir 4 ta odam roz gapiraylik. 4 ta odamning ichidan bittasi men bo'lgim kelyapti-da. Ana tuti bor-ku, samovarni olib tepalikka chiqmaylik dedi. Chiqma kazyol dedi. Yana. Yiqilib o'lasan dedi. Yoshi bitta chiqim kelyapti dedi-ku. Men ham bitta chiqim kelyapti-da. Gap yo'q. Onyx 6 oydan beri sotolmay turibmiz. Mana shu bir dona mashin. Aka zarariga berib yuboring mana shu yerga jahli. Davlat bahosi Hop. 221 million so'm. Aha. Bozoringga ham vizov. Ye. Indeksingga ham vizov. Oho. Avtosaloningga ham vizov. Viloyatgachi. Viloyat, O'rta Osiyonga vizov. Oho. Metolga viloyat. Ana do'stlar. Zavodning narxi 221 millionmi? Ha. 20 million demaymiz. Ketdi mana do'stlar. 25 million ham demaymiz. Oho. 30 million kamiga olsinlar. Voy dod mana do'stlar. 192 millionga bersam 30 million bo'ladimi? Aha. Ha? Olsinlar 190
2 millionga mana. Ana do'stlar. Yo 32 million kamiga qilib beraymi? Qilib beraring aka. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Ha. Bari sota olmay turibman-ku. Ha. 190 millionga olib ketinglar. Ketdi mana do'stlar. Ha. Lekin Hop. mana shu 3 kun ichida olgan odamga mana shu videoni ko'rib 3 Tamom. kun muhlat. Aha. Viloyatdan kelishi bor, o'ylanib ko'rishi bor, bir kun uxlab, ertasi kun nima qilsam ekan deyishi bor, 3 kun. Bugun 20-yanvar. Ha. 23-yanvargacha desit qiladi. Ketdi mana do'st. 23-yanvardan keyin yana 195 million qilib qo'yaman. Choylari, obetlari bilan aka. Choy, obeti, kofelari tekin. Ye, qimmat kofelari bilan Shunaqa. do'stlar. 190 million so'mga ketdi mana. Akalar shoshilib qo'yinglar. Onyx Premier full pozitsiyasi. Oh. Bundan keyin bitta novi redline go'rlaymi degani bor. Ha. O'shani chiqqan. Bundan keyin bu fulli, bundan keyin bitta o'sha novi mushukcha chizig'i bor bo'ldi. Ha. Ha. Agar akajon mayli endi meni undaqa pulim yo'q-da, kamroq pulim bor, lekin Onyx mingim kelyapti deydigan bo'lsa, ukalarimiz $6300 to'lang. Bor yo'g'i 36 oy inangizni ko'rib yurasiz keyin. Hech qanaqa foizsiz. Ha. Olib keting. Gap yo'q. O'ylanib qilinglar. Qo'y ko'r dedi, aylanib ko'r, o'rgulib ko'r dedi. O'ylanmasdan turib endi bundagi to'lagan pullaring taniga o'tadi. Ha. Ikkilamchi avtokreditda taniga o'tmaydi. 2500 $2000 pulingiz puf havoga uchib ketadi. Mani pulim qaqa ketdi keyin akajon deb yurmanglar, debman. Оформлениеңizga ketadi, nomeringizga, texpasportingizga hech qayerda yo'q. Bir tin to'lab bermaydigan sug'urtaga ketadi. 20 kunlab sarson qiladigan. Ha, Zoirjon? Nima deding? To'g'rimi? Ha, keyin komissiya usluga degan narsasiga ketadi. Foizsiz Onyx avtomashinamiz $6300 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4.300.000 so'mdan 36 oy to'laysiz jigarlar. Hech qanaqa foizlarsiz. Aka, Yandexga ishonib avtokreditga mashina olayotgan akalarimizga do'stona nima fikr bildirasiz aka? Aka, bitta narsa aytaymi? Hop. Yandexga ishlab turganlarni Aha. 80% amallab ham turibdi, eplab ham turibdi. Hop, hop. Endi bor mehrini, bor vaqtini o'sha men 3 yil bo'lsa ham, 4 yil bo'lsa ham topganimda ro'zg'orimda o'sha amallab ikkita non yedirmasam bitta non yediraman deb turib, Hop. hayotini o'sha Yandexga bag'ishlagan insonlar to'layapti, qutulyapti, moshinlik bo'lyapti. Ha. Lekin bu yoqdan ro'zg'orimni boqaman, bu yoqdan Yandeximni qilaman, bu yoqdan kreditimni to'layman desa, bekorlarni 5 tasini yebdi. Qila olmaydilar unaqa. Ham kredit to'lab, ham ro'zg'orini, bolasini bog'chasi, maktabi, ovqati, qornini to'yg'izishi, to'y tomoshasi, parkka aylanishi, o'yin kulgularidan kechadi. Aha. O'shandagina moshinlik bo'lib qoladi. Biz kechdik-ku yoshligimizdan, o'lmadik-ku. To'g'ri aka. 16-15 yoshimdan hozirgi kungacha mana endi bir 3 yil, 4 yil bo'ldi bir yelkamizga shamol tekkani. 20 yil eshak qanday mehnat qilgan bo'lsa, xuddi shunday mehnat qildik. Ha. Issiqda issiq demadik. Mana soch qolmadi mana. Yani. Odamlarning sochi qop-qora turibdi. Ha, 18 yoshar bolalarnikidek turibdi. To'g'ri aka. Biz bir ikkita qarindoshlarimiz borda, lekin ular mehnat qilmaganda. Shunday ishiga boradi. Yaxshi yuribsizlarmi deydi. Ha, jonlaring omon bo'lsin deydi. Shunday razvorot qiladi, uyiga keladi. Xotin ovqat tayyormi deydi. Tayyor dadajonisi desa, olib kel ovqatingga deydi. Televizorda ko'rib yonboshda urib yotadi-da. Конечно, uni sochi qop-qora turmay, meni sochim qora tursinmi? O'shandaqa mehnat qilmay yotadigan, o'zi ana shu oylikka borib, oylikka kelib yurgan insonlar ko'p yashaydi. Bizga o'xshab jonini kuydirib, bizga o'xshab
yoki bola chaqam deb turib o'lib pishib to'y tomosha mol dunyo moshin minishim kerak, bolalarimga uy qilishim kerak, bolalarimga moshin qilishim kerak deb degan odamlar kam yashaydi. Socham qolmaydi. Aka pul baxt olib kelyaptimi shunda? Shundan Pul ishlasa olib kelmaydi. Jiyani. Pul Muammo ishlasa olib keladimi? Pul faqat bir shu moshin poshin ovqat shunaqa narsa olib keladi. Shaptoli ham olib kelmaydi. Ha. Mana Lekin- shu pulsiz yurgan vaqtlarim yaxshi edi. Lekin tangani bitta tomoni ham bor-da, aka. Hozir biror joyingiz og'rib qolsa ham, biror joyga borsangiz pul aka. Taksiga o'tirsangiz ham pul. Aka to'g'rida, Ha. lekin Alloh joningni olaman desa, puling ham yordam bermaydi. Nima to'g'ri. Ha, shu joyi bor. Ha. Alloh shifo beraman desa, oddiy bir o'tdan ham shifo topasiz. Ha. Ha, ikki og'iz shirin so'zdan ham shifo topasiz. Haydan kelgan nima deydi? Ko'chaga deydimi? Ha. Uyga deydimi? To'yga deydimi? Nimadir deydi-ku. To'g'ri aka. Ha, haydan kelgan haygami? Haydan kelgan hayga ketar ekan. Gap yo'q. Damas Hop. oling. Ey do'stlar, oilani boqing. Maza qiling. Bor, Damazimiz ham bor, Labomiz ham bor, Cobaltimiz ham bor, hamma narsamiz bor. Ketdi mana akalar. Boshlaymiz yana. Foizsiz avtokreditda. Jiyani. Foizsiz. Ha. 0%. Aka oldindan bir so'm pulsiz degan gaplar ham eshityapman orqa o'ratlardan. Shunaqa Shunda- rejalar bormi aka? Shunaqa yangilik qilib beraman. Be- Iynasini ko'rsatib yuboraman, Jiyani. ishoninglar. Ha. Hojiboy Tojiboyga aytadi-ku, Ha. sen o'roq bilan oyog'ida urasan, men ketmon bilan belidan uraman dedi-ku. Jiyani. Avtokredit shunaqa qilib tashlayman, xudo xolasa. Yozuvchilar tayyor tursinmi aka? Ha, aql etmay qoladilar. Jiyani. Lekin u bosh to'lovsiz olgan odamda ham na uyida halovat bo'ladi, Ha. na ko'chada halovat bo'ladi. Aytib qo'yibman mana. Ha. Lekin shunaqa yangilik chiqaraman, hech kimda yo'q yangilikni qilib chiqaraman. Oz qoldimi aka? Ha, Gap yo'q. oz qoldi. Ana do'stlar. Mana bunaqa rassrochkalik narsalarga Aha. qo'rqmanglar. Tracker, Damas, Onyx rassrochkaga olib turganlar, Cobaltlarni rassrochkaga olib turganlar misol foizsiz. Mana Damas foizsiz $4650 to'laysiz. Hop. Bor hozir Damasimiz. 30 ta Damasim bor. Nalichida bor aka. Nalichida ham bor, Nasyaga ham bor, hamma narsada bor. To'lov qilsa sraz olib ketami. Sraz olib ketadi. Sraz olib ketadi. Любой joyga vizif mana. Aha. Bosh to'lov $4650 to'laydi. Hop. Oylik to'lov 2.190.000 so'mdan 22 oy to'laydi. 2.190.000 so'mdan Labo ekan bu. Hop, hop. Labo Labo. $4650 to'laysiz. 2.190.000 so'mdan 22 oy Laboda foizsiz to'laysiz. Ha. Bor Labo ham. Kelaveringlar, bosinglar jigarlar. Bu ham vaqtinchalik, rassrochka ham. Ha. Rassrochka ham vaqtinchalik, bosib qolinglar. Men qiziqtirib turganim yo'q. Bitta mashindan $300 foyda qilaman. O'zi $600 qo'yilgan. $300 amakimga ketadi. $300 meni salonimga qoladi. Ha. Tushungan tushundi. To'ppa to'g'ri aka. Ha. Bizni bilgan biladi. Bilmagan? Bilmagan ularni biladi. Ha, shunaqa. Xo'p, Laboga bosh to'lov $2380 to'lagan aka-ukalarimiz. Hop. Oylik to'lovi 2.691.000 so'mdan tushadi. Aha. 36 oyga, 35 oyga ekan. Ha. 35 oy. 2.600.000 so'mdan. $2380 to'lagan aka-ukalarimiz Laboni oling, soqqani bosing dedi. Ana do'stlar. Damas. Ketdi. Birovlarga qilmang havaschigarlar. Yana. Shu Damasni minib, oilani boqib yuraveringlar. Xo'p, bu avtomashinamiz $4680 bilan chiqadi. Hop. Hech qanaqa foizsiz. 2.200.000 so'mdan 22 oy chiqadi. Mana do'stlar 2.200.000 so'mdan Damas. Shunaqa. U degani aka kuniga
70 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Shunaqa 73 ming so'mdan to'g'ri keladi. Aha. 73 Biron odam yo'qda shu men shu birlamchi sotsam, birlamchi sotadilar. Shu demaymiz deb chiqsam, demaymiz deb chiqadilar. Xalq maza qilsin desam, xalq maza qilsin deb chiqadilar. O'zi to'g'risida shu o'zlari biror narsa o'ylab topmasmikanlar shu bechoralar deyman-da. Ana. Sizga havas qilishadi-da, aka. Menga hasad qilishadi ular. Havas qiladiganlar unaqa bo'lmaydi. Ha. Xo'p, pulim kamroq akajon degan aka-ukalar, Hop. bosh to'lov 2390 dollar to'laydi. Ana akalar. Oylik to'lov 2 million 700 ming so'mdan tushadi. Ketdi mana akalar. Bunda lekin foiz bor. Bank foizida 15.5%. Aylanmasini olib qaraydigan bo'lsak, Hop. ba'zi bir valyutniy avtokreditchilar 8% deb chiqadi-ku. Buni aylanmasini olib qaraydigan bo'lsak, 7,5%dan 7%dan tushadi. Ha. Aylanmasi ham o'lsin. Oylik to'lovni aytdimmi? 2 million 700 ming so'mdan. Aytdingiz. 2390 dollar bilan. Necha oy endi aka, u necha yil? 22 oy. 22 oy bu ham do'stlar. Damas. Hop. Mabodo pulim kamroq aka deydiganlar bo'lsa, Aha. hozir uzr ming bor. Alo. Damas birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Aha. Labo birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Aha. Onyx birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Oho. Tracker birlamchi, hech qanaqa foizsiz. Ana. Cobalt hech qanaqa rasxodsiz, Ha. lekin foizlik. Kelinglar. Aka bir kobaltlarga qachon endi bir ochaveramiz bir rasrochka bir yangilik yo'qmi aka? Cobalt mana birlamchi. Ha. Qorasi bor, oqi bor, Aha. mokrisi bor, har xili bor. 4600 dollar Cobalt Midnight'ga to'laganlar, Midnight'ga to'laydiganlar. Hop. Oylik to'lov 3 million 300 ming so'mdan birlamchi. Oho do'stlar. Umuman rasxod qilmaydi. Shot spravka nomiga olib ketadi. Ana do'stlar. Necha kunda bitadi endi u ish aka? Любой mashinamda ishi bir kunda bitadi. Hop. Lekin biz 2 kun deb turib aytamiz. Aha. Bir kunda bitkazib berishga harakat qilamiz. No va'da bera olmaymiz. Biz Allohdan katta gapira olmaymiz. To'ppa-to'p. Bandasiga emas katta gapirish, bandasiga emas javob deyish. To'g'ri aytyapsiz. Vijdonan ishlashimiz kerak hammamiz, xolos. Vijdon bo'lmasa 25 xil va'dani bermaysizmi? Foydasi yo'q jigarlar. Oqi ham shunaqa. Yashili ham, qizili ham, ko'ki ham hammasi bir xil. Aha. Faqat bosh to'lov ozgina o'zgarishi mumkin yoki oylik to'lovi qanaqasiga? Buni kojinning saloni bor. O'shanisidan tanlab qo'yishi mumkin yoki Cobalt Style'da MCM degani bor. Haliga 4 ta knopka qo'yilgan, bitta monitorcha qo'yilgan. Keyin nima? Motorga munchigina narsa qo'yib qo'yibdilar. Uni men o'zim ham qo'yib berardim shuni hamma Cobaltga. Ha. To'g'risi. Ha, ekonomishniy. Ha, motor ketib qolmaydi. Qolgan mashinalarning motori ko'chada ketib yumalab yotibdi lekin. Ha. Bir go'r, bir xil amasi. To'g'ri. Prosto buni narxini qanday qilib oshirsak bo'ladi? Bir o'ylanib ko'rishim kerak-da. Shuni men o'ylayapman. Mana Bakovoyni bunday kamerali qilib chiqaramizmi-kan deyapman. Keyin necha pul qo'shib qo'yasiz ustiga aka? 20 million qo'shaman. Bo'lmaydimi? Achchiq haqiqatlar do'stlar mana. Gap yo'q. To'g'risi. Luk deyapti aka. Luk qo'ysam aka men 7000 dollar qo'shib yuboramiz. Luki borda keyin buni Cobaltda. Keyin katta bolalarga vizif deb boshlaydi-da Cobaltchilar. Zato o'zgarish bor deng, ana. Zato o'zgarish bo'ladi, haqiqiy o'zgarish bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Yoki mana shu oldini Black Piano qilsak-da bir 15 million ko'tarsak. Yana do'st. Nima deysizlar? Sizlar bilan maslahatlashyapmiz. Sizlar bilan bir nima deydi? Fikrlashmoqchiman jigarlar. Kommentarda yozib qo'yinglar mana fikrlarni. Kommentariyada yozinglar. Shu narxini qanday qilib ko'tarishni bilmayapmiz. Aha.
Shu nimadir qilib ko'tarish kerak edi narxini buni. Ana akalar. Amallab qanaqalar qilib bir narsalar qilib bir tonirovka yopishtirish kerakmi? Ha. Yoki shuni bir umr tonirovkaga pul to'lamaydigan qilib, mana oldiga ham qoraytirilgan oyna qilib, shuni narxini bir 50 million ko'tarib qo'ysak, nima deysizlar? Oho. Ha? Zato deydi, hisoblab ko'r deydi. 2 milliondan to'lasang tonirovkaga deydi. 3 million. 3 millionmi? Ha. Billat. 3 milliondan to'lasang tonirovkaga, yiliga to'layapsan, to'g'rimi deydi. Ha. Deydi, men senga deydi, zato deydi, buni 20 million qimmatlatgan bo'lsam ham deydi. 15 yilingda 3 milliondan bo'lsa 45 million bo'ladi deydi. Ha, men 15 million qimmatlatibman, nima qilibdi deydi-da. To'g'rimi bolam? To'g'ri aka. O'shani o'ylanyapman-da, shuni tonirovkasiga to mashin titilib yo'qolib ketguncha ruxsatnomasini qilib berib qo'ysak deyapman. Lekin odamlar davolim bo'ladi lekin. Zato boshiga to'g'ri ozgina qiynaladi. Zato tonirovkaga pul to'lamaydi. Zato o'rganib ketadi, Ha, zato ko'nikib ketadi-da aka. Ana shunaqa gapiraman desang gap qop. Lekin bir yaxshilik qil desang, bir Amerikadan top deydi-ku. Topsang unda ham aka. Shunaqa. Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Hazil-huzul qilamiz. Ichimda ayta olmaydigan mana shuncha gaplarim bor. Aytsam dilim, aytsam tilim aka. Aytsam tilim kuyadi. Aytmasam dilim kuyadi. Nariyoqqa ketayotgan vaqtda aytib ketamanmi deyman-da. Yo zaps qilib ketaman hammasini. Zaps qilib mendan keyingi avlod mana meni eshitib turgan bo'lsalaring deb buni zaps qilishim kerak, cho'tki qilib hamma narsani. Eshityapsizmi? Haqiqatlar juda ko'p. Mayli. Ko'p haqiqatni bilsang ham hayotda qiziq qolmas ekan. Shu sal soddaroq bo'lib yurganing yaxshiroq ekan. to'g'ri. Nima degan bo'lardim? Men har doim duo qilaman. Allohim birgalikda duo qilaylik aziz yurtdoshlar. Amin. Birinchi o'rinda kasalmanlarga Alloh shifo bersin. Kasalmanlarga Alloh shifo bersin. Aha. Nima dedingiz akajon? To'g'rimi? Birinchi shularga yordam kerak. Kasalmanlarga Alloh shifo bersin. Ikkinchisi, uyiga 4 ta non olib kelaman deb turib, musofirchilikda bola chaqasini tashab, sarson sargardon bo'lib 4 so'm pul izlab qidirib yurgan, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizni Allohim tani jonini sog' qilsin shularda. Amin. Farzandlari, bola chaqasini bag'riga sog' salomat kelishsin. Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz duo qilib qo'yinglar shular haqqiga. Sizdan pul so'ramayapman, bir narsa so'ramayapman jigarlar. Shular haqqiga bir duo qilib qo'yaylik. Duogo'y bo'laylik. Keyingisi Allohim farzand bergin deb turib, farzand so'rab turgan singillarimizga Allohim farzand bersin. Amin. Shu oilasini bir oldida yuzi yorug' bo'lsin, qayna-qayntasini oldida. Shu jigarlarini oldida Allohim shular uyaltirib qo'ymasin. Shular haqqiga duo qilamiz. Keyingisi haqiqiy muhtoj, nochor, qiynalib turgan, uyida nogironligi bor oilalarga Allohim o'z rahmatini yog'dirsin. Amin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Butun davlat ishida ishlab turganlarda hammasini tani joni sog' bo'lsin. Meni ko'rib kuzatib turgan aka-ukalarimizdan Allohim barchalaringizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Tinch bo'linglar. Hammalaringni oilalaringga fayz va baraka bersin Allohim. Gap yo'q. Qaysi sanagacha amal qiladi aka? Bugun 20-yanvar, Hop. 25-yanvarga qadar Ana do'stlar. bu videomiz 25-yanvarga qadar bor mashinlarimiz. Tamam. Kelib qolaveringlar. Tez kunda mendan shunaqa yangilik kutib qolinglar. Oho. Respublika bo'yicha Jiyani. hech kim qilmagan ishni rasprodaja ochiqchasiga qilaman. Voydod. Ba'zi bitta ikkita katta gapirib chiqadigan avtokreditchilarga tegishli bu gapim.
aqling yetmaydi, ishingni qilgin, katta gapirmasdan. Ha. Shunday bitta poliyaga olib chiqaman, bir 100 ta moshinni Ii. uyingni ham topolmaydigan qilib qo'yaman. Mana. 13 minglik kobotlarni 10 ming dollardan berib yuboraman. Oho. Kuysam bir 300 ming dollarga kuyibman. Zato seni ham kuydiraman. Katta gapirganing uchun. Ha. Ha. Xalq maza qiladi. Xalq maza qiladi. Vaqtida dedi, bular mana shunaqa ishni qilgan bular dedi. Bir umr eslab yuradi. To'ppa to'g'ri aka, tarix yoziladi. Mayli. Bilmagani bilmar. Mendan mashina olib ketgan insonlar bilganlari haqqimga duo qilayotgandir. Yordam berganlarim, bir ovoz kirganlarida qancha insonlarga qo'limizdan kelguncha yordam berdik. Mayli, 10 tasi bilmadi degani, qolgan 90 tasi ham bilmaydi degani emas. Yaxshilikni biladigan insonlar ham bor. Allohim tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Sog'likda yana ko'rishguncha aziz yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar.